Haddan tashqari gazabdan Abirning yuzi qip-qizil bo'lib ketgan edi. Ko'zlarida jahl yaqqol ko'rinardi. 5-7 daqiqa ichida u juda shoshilinch tarzda tayyorlanib pastga tusha boshladi. Meg o'qish xonasidan kitob daftarlarini olib, oz xonasiga qarab yo'l oldi. To'satdan u zinapoyaning pastki qismida chetga chiqib turib qoldi. Abir aka shovqin bilan pastga tushayotgan edi. Meg bir qarab turibdi. Qiz ruhiy tanglikni boshdan kechirmoqda. Abirning oldida yoki atrofida hech qayerda tura olmaydi Meg. Abirni ko'rishi bilan har gal og'zini yo'qotadi. 18 yoshli qizning yuragi titrab ketadi. Qandaydir bezovtalik, notinchlik. Uning nigohi ham, yurishi ham olimdek edi. Bularni o'ylab, Meg xuddi xayollar olamiga kirib ketdi. Abir yonidan o'tayotganda, uning tanasining o'tkir hidi va kuchli sprey hidi miyasigacha yetib bordi. To'satdan xayoli buzildi. Zinapoyada Abir aka yo'q edi. Bir necha qadamda Abir asosiy darvozaga yetib bordi. To'satdan oshxonadan Malika xon chaqirdi. Bu vaqtda qayoqqa ketyapsan, o'g'lim? Meg orqasiga qarab turibdi. Abir ostonadan chiqayotganda, band va gazablangan ovozda javob berdi. Tashqarida bir ishim bor. Kechga qaytaman. Bir lahza ham to'xtamadi. Tez yurib ketdi. Meg zinapoyaning pastki qismida jim turibdi. Kichkina miyasiga hech narsa kirmaydi. Bir necha daqiqadan so'ng, Meg ham odatdagidek kitob daftarlarini olib xonasiga ketdi. Bugun uning o'qishi ko'p, ertaga yakshanba, kursda imtihon, dars, yangi xususiy dars. Hammasi birgalikda o'qishga berilib ketdi. Kechki soat 9da hamma ovqatga o'tirdi. Xon xonadonining ovqat stoli ancha uzun. Stolning bir tomonida kengligi bo'ylab Ali Ahmad xon o'tiradi, xonadonning katta xo'jayini. Uning ro'parasida hech qanday stul yo'q, chunki bu uyda hech kim uning ro'parasida o'tirishga loyiq emas. Bir tomonda to'rtta stul, Iqbolxon, Adi, Tanvir aka va Abir akaning stullari bir tomonda. Abir aka bo'lmagan vaqtda ham stul ko'chirilmagan. Boshqa tomonda 3 ta stul, Mozammilxon, Mim va Mekniki. Ayollar yonma-yon o'tirishni yoqtirmaydi. Shuning uchun bitta stul omborxonaga qo'yilib, 3 ta stul oraliqda qo'yilgan. Mehmonlar kelganda yana 3-4 ta stul osongina qo'shiladi. Yillar davomida Abir aka bo'lmagani uchun Meg eng chekkadagi stulga o'tirgan. Abir aka qaytgach ham, u majburan o'sha stulga o'tirishi kerak. Abir akaning ro'parasida o'tirish va Birinchi jahon urushida shahid bo'lish, Meg uchun ikkisi bir xil. Kuniga 2 marta ko'z oldida oz miyasining qon to'kilishiga chidash, kakrak ichidagi to'lqinlarni boshqarish, o'sha o'tkir ko'zlarning nigohi har gal 18 yoshli qizning yuragini parcha-parcha qilgandek. Buning ustiga ahmoq Meg hali ham tushuna olmayapti. Abir aka uning shunchaki hayolimi yoki u sevib qolganmi? To'satdan Ali Ahmad xonning og'ir ovozida Megning chuqur o'ylari buzildi. Ali Ahmad xon, Abir qayerda? Ofis ishi kechqurun tugadi. Unda nega bu kechda u? Malika xon, u kechqurun kelgan edi. Dam olib, kofe ichib, keyin chiqib ketdi. Ali Ahmad xon, ogillarni kechalari sayr qilishdan tiyinglar. Iqbolxon, katta aka, siz xavotir olmang. Yigit yillar o'tib yurtga qaytdi. Do'stlariga biroz vaqt berish kerak. Ali Ahmad xon jimgina ovqatini tugatdi. O'rnidan turish arafasida Megga qarab dedi. Shahriyor qanday o'qitdi, qizim? Meg mayin ovozda dedi. Alhamdulillah yaxshi o'qitdi. Boshqa gap demay, o'rnidan turib lavaboda qo'lini yuvdi va oz xonasiga ketdi. Biroz vaqt o'tgach, qolgan 2 ta aka-uka ham oz xonalariga ketishdi. Ovqat stolida xon xonadonining 3 ta maymun o'tirib ovqatlanardi. Meg katta maymun, Mem o'rta maymun, Adi eng kichik maymun. Uchalasi suhbatga berilib ketishdi. Halima xon kelib qattiq dedi. Meg, sening maymunlik qiladigan vaqtingmi? 2 kundan keyin imtihon boshlanadi. O'qishni qo'yib, suhbatga berilib yurasan. Megning quvnoq yuzi bir zumda xira bo'lib ketdi. Qandaydir zo'rga ovqatini tugatib, xonasiga ketdi va o'qishga diqqat qildi. Abir qachon qaytganini hech kim bilmadi. Tanvir soat 11da qaytdi. Halima xon hali kutayotgan edi. Tanvir onasiga uxlashni aytdi. Baribir Halima xon soat 12gacha kutdi. Abir kelmadi. Shuning uchun majburan uxlab qoldi. Abir kechasi soat 2 atrofida qaytdi. Qandaydir zo'rga tozalanib, balkondagi stulga suyanib, osmonga qarab o'tirdi. Nigohi uzoqdagi oyga qadalgan, vaqti bilan bulut qoplaydi, yana yorishadi. Abir nimadir deb o'yladi. Keyin jiddiy ovozda og'ziga o'zi so'radi. Hech qachon o'zgarasanmi? Abirning uyqusiz, bedor kechasi o'tdi. Ertalab soat 8da ovqat stolida Mem, Meg, Adi, Tanvir va Iqbolxon o'tirib ovqatlanishyapti. 2 katta aka erta tongda ofisga jo'nab ketishgan. Meg Mim bilan pichirlashib suhbatda band.
Tanvir go'yo ko'rmagandek ovqatlanardi. Ilgari bo'lsa, bir qattiq so'z aytib jim bo'l, derdi, bugun hech narsa demadi. Shuning uchun Mek va Mim o'zlaricha suhbatlashib ovqatlanishyapti. Mekning diqqati kimningdir stulini tortish ovozida buzildi. Mek darhol qaradi. Abirning toza nigohi Mekning ko'ziga qadalgan. Mek bir qarab, ko'zini pastga tushirdi. Ko'kragida shiddatli urish kuchaydi va tashvish izi paydo bo'ldi. Boshlarini pastga egib, ozicha o'yladi. Abir aka tun bo'yi uxlamaganmi? Yuzi oqarib ketgan. Unga nima bo'ldi? Buni o'ylab Mek qo'rqib ketdi. Kecha kechqurun jahl bilan chiqib ketdi. Kechasi qachon qaytdi? Tun bo'yi qayerda edi? Bu oylar Mekning quvnoq kayfiyatini buzdi. Mimning chaqiruvi bilan Mek normal holatga keldi. Mimning ovqati tugagan, u ketayotgan edi. Bu vaqtda Tanvir va Iqbolxon ham ovqatlanib ketishgan. Ovqat stolida faqat Abir va Mek qoldi. Mek likopchadagi guruchni tezda tugatdi. O'rnidan turmoqchi bo'lganida, Abir aka Mekning likopchasiga yana 2 qoshiq guruch qo'shdi. Mek kichkina qichqiriq chiqarmoqchi bo'ldi, lekin chiqolmadi, ko'zi Abirga tushdi. Abirning qizil yuzini ko'rib, ko'zini pastga tushirdi. Abir o'tkir va issiq ovozda dedi: "Buni tugat, keyin turasan." Mek bir ogiz gap demoqchi bo'ldi, lekin to'xtadi. Abir yana dedi: "Sen haqingda doim shikoyat eshitaman. Yemaysan. Endi jimgina ye. Agar bir ogiz gapirsang, yana bir qoshiq guruch qo'shaman." Mek iyagini tomogiga tiqdi va sekin-sekin guruch yey boshladi. To'satdan quvnoq ohangda dedi: "Mek apa, mening ovqatim tugadi. Sen eng oxirgisan." Ha. Mekning yuzi yanada kichrayib ketdi. Biroz oldin 3 aka-uka birga, kim birinchi bo'lib ovqatni tugatsa, unga bir kitkat deb musobaqa qilishgan edi. Mek birinchi bo'lishi mumkin edi, lekin Abir kelib o'tirishi bilan uning diqqati buzilib, ovqat to'xtab qolgan edi. Shuning uchun Mim birinchi bo'ldi. Agar Adidan oldin tugatganida, hech bo'lmaganda ikkinchi bo'lar edi. Mek Abir akaga biroz jahli chiqdi. Shu bilan birga diqqati yana buzildi. Ozicha o'yladi, Abir akadan so'rasam bo'ladimi, nima bo'ldi? Shu vaqt ichida likopchadagi guruchni zorlab yeb tugatdi. Mekning savol beruvchi ko'zlari Abirning yuziga qaradi. Mekning qo'loyoqlari titrayapti. Tomogi quriyapti. Nima so'ramoqchi bo'lganini unutdi, hammasi chalkashib ketdi. Abir akani har gal ko'rganida, ko'kragida kimdir nogora chalib raqsga tushgandek. Bugun ham istisno bo'lmadi. Og'zidan bu degan so'z chiqolmadi. Tomogi qurib qotib qoldi. Ko'zini pastga tushirib, stakanni tortdi va bir qultumda butun stakan suvni tugatdi. Abirning bunga hech qanday e'tibori yo'q, u ovqatlanishiga berilgan. Mek Abir akaning oldida turolmay, qandaydir zo'rga titroq oyoqlar bilan lavaboga bordi. Abir ko'zini ko'tarib, likopchaga bir qaradi, ovqat tugagan. Shuning uchun boshqa gap qo'shmadi. Qo'lini yuvib, qandaydir zo'rga xonasiga qarab yugurdi Mek. Zinapoyada shunday yugurdiki, go'yo to'xtasa oyoq tomirlari yorilib ketadi. Soat 9:30-40 atrofida Abir uydan chiqayotgan edi. Ota va amaki erta tongda ofisga ketishgan. Shuning uchun Abir biroz kechroq borsa ham muammo yo'q. Abirdan biroz orqada Mek ham chiqdi. Bugun yakshanba, kurs ochiq. Asosiy darvoza oldiga kelib Mek to'xtab qoldi. Abir aka motosiklini aylantiryapti. Mek ko'zlarini uzmay, o'sha tomonga tikilib turardi. O'sha kuni birinchi marta shu yerda ko'rgan edi Abir akani. O'shandan beri 18 yoshli qizning kichkina dunyosi chalkashib ketgan. Xotirasi va ongida faqat Abir aka. Mek juda xohlardi motosiklda kursga borishni. Bugungi kunga qadar Mek motosiklga chiqmagan. Faqat Mek emas, Mim va Ada ham chiqmagan. Mek ochiq osmon ostida motosiklda sayr qilib, tabiat go'zalligidan bahramand bo'lishni, shamolni his qilishni juda xohlardi. Ozicha o'yladi, Abir aka meni olib boradimi? To'satdan Abirning ovozi quloqlarida yangradi. Mek. Oz ismini Abir akaning og'zidan eshitib, qalbida bahor shamoli eskandek bo'ldi. Yuragi qilich bilan tilimgandek. Qalbida minglab qushlar sayr etardi. Ular go'yo aytishardi: "Sening hayoling seni chaqiryapti." Abirning jiddiy ovozi yana keldi. "Chaqiryapman-ku." Mek chochib ketdi. Ko'zlarini pastga tushirib, titroq oyoqlar bilan Abir tomon yurdi. Ozicha o'yladi. Abir aka haqiqatan ham meni motosiklda olib boradimi? Abir yuzida norozilik bilan dedi: "Nega sochingni ochiq yuribsan?" Mek hayron bo'lib qoldi. Abirning ovozi 2 baravar og'ir bo'ldi. "Bugundan boshlab seni tashqarida soching ochiq holda ko'rmasligim kerak. Agar yana bir marta shunday ko'rsam, shunday tarsaki tushiramanki, bir oy davomida izi ochmaydi."
Bolalikdagi tarsakini esingdan chiqarmading, umid qilamanki. Shu gapni aytib, Abir dubulgasini kiydi, motosiklini ishga tushirib, jo'nab ketdi. Mekning boshiga osmon yorilgandek bo'ldi. Bir necha lahza jim qoldi. Mek og'ziga nisbatan loqaydlik bilan nafas oldi. Abir qaytganidan beri Mek hayajonlangan, ko'ngil qo'ygan, sevgi tuyg'ulari hammasiga Abir aka go'yo suv emas, balki muz quyib yubordi. Mek Abirning sevgisida cho'kmoqchi bo'lganini, Abir uni chuqur ariqqa cho'ktirib oldirgandek bo'ldi. Bolalikdagi Abirning kaltaklashi esiga tushdi. Bolaligida faqat Abir uni kaltaklagan edi. Bugungi kunga qadar ota-onasi, hatto Tanvir qanchalik qattiq gapirsa ham, hech kim Mekga qo'l ko'tarmagan. Yillar o'tib Abir aka qaytdi. Abir akani ko'rib, Mek hamma narsani unutib, yangicha oylay boshlagan edi. O'sha oyga Abir olov yoqib, jo'nab ketdi. Ko'zlarini yarador qilib, qanchadir vaqt tikilib turdi. To'satdan lablari isitma kabi qaltirab, huv qilib yiglab yubordi Mek. Bu yigi qancha davom etganini bilmaydi. To'satdan Banyaning qo'ng'irogi Mekni biroz titratdi. Telefonni qabul qilganda, Banya dedi: "Ey, qayerdasan? Kelmayapsanmi?" Mek hech narsa demay, qo'ng'iroqni uzdi. Mekning yuzlari hol edi. Keyin qo'lining orqa tomoni bilan ko'zlarini artib, mashina tomon yurdi. Biroz vaqt o'tgach, Mek biroz normal holatga keldi. Ruhiy jihatdan larzaga kelgan edi. Mashinada o'tirib, gazabdan puflardi. Konditsioner ichida bo'lsa ham, peshonasidan ter oqardi. Qizning lablari gazab va jahldan teskari burilib ketdi. O'zicha qaror qildi. Endi hech qachon Abir aka haqida o'ylamayman. Abir aka haqiqatan ham Hitler, aks holda meningdek begunoh qizga bejiz kaltaklash haqida o'ylay olmaydi. Men unga nima qilgan edim, deb o'yladi Mek norozi ovozda. Bu oylar bilan kursga yetib keldi. Dars 10 daqiqa oldin boshlangan. Banya joy qoldirgan edi. Shuning uchun Banyaning yoniga o'tdi. Bir dars tugagach, boshqa darsning ustozini kutayotganda, Banya Mekka pichirladi: "Ey, kelishga nega buncha kechikding? Yana sen menga oz hayoling, Abir akaning suratini ko'rsataman demaganmiding? Qani?" Mek Banyaga achchiq nigoh bilan qaradi. Keyin jiddiy ovozda javob berdi: "Birinchidan, uning tufayli kechikdim. Ikkinchidan, hayol sozi xotiramda bosilib olib ketdi. Bekorga hayotimdan 3 kunni yo'qotdim. Endi faqat o'qiyman. Boshqa hech narsani o'ylamayman." Mekning so'zlarini Banya diqqat bilan tingladi, keyin o'zicha kuldi. Mek o'tkir nigoh bilan Banyaga tikilardi. Banya yana sekin, mayin ovozda dedi: "O'sha kuni aytgan edim, bu xayollar hech narsa emas. O'qishga e'tibor ber." Mening gapim to'g'ri chiqdi. Bu orada ustoz darsga kirmoqda. Ikkalasi ham darsga diqqat qilishdi. Mek uyga qaytib, jimgina o'z xonasiga ketdi. Ko'ngli juda yomon edi. Tozalanib, pastga tushib ovqatlandi. Hech qayoqqa qaramay, o'z xonasiga borib o'qishga o'tirdi. Kechqurun xususiy o'qituvchi keladi. Yodlash kerak. Qiz ertalabki jazo haqida unutishga urinardi. Har kuni kechqurun Mek pastga tushib, kichik aka-singillari bilan suhbat va o'yinlarda qatnashardi. Lekin bugun istisno bo'ldi. Tushdan keyin bir marta ham pastga tushmadi. Mim va Adi bir necha marta chaqirgan bo'lsa-da, Mek eshikni yopib o'qiyotgan edi va kelmasligini aytgan. Kechqurun Abir uyga qaytdi. Yuzida yorqinlik bor edi. Ko'zi oshxonadagi ona va xolalarga tushdi. Xolasini chaqirib, quvnoq ovozda dedi: "Xola, tovuqli pakora tayyorlab berasizmi, iltimos?" Uchala xola ham hayrat bilan Abirga tikilishdi. Yigit hech qachon ogiz ochib hech narsa so'ramaydi, ovqat haqida ham hech qachon burun burishtirmaydi. Hech kim uning yoqtirgan taomini ham bilmaydi. Bugun to'satdan o'zi biror narsa so'radi. Xola kulib dedi: "Sen tozalab kel, men tayyorlayapman." Abir odatdagidek xonasi tomon yurdi. Koridor orqali o'tayotganda, Mekning o'qish ovozi quloqiga keldi. Qiz tinimsiz o'qiyapti, go'yo nafas ham olmaydi. Abirning lablari burishib, biroz jilmaydi, keyin tezda xonasiga kirdi. Abir ancha vaqt dush qabul qildi, 10 daqiqa dam oldi. Keyin qora futbolka va shim kiyib xonasidan chiqdi. Bir oz oldinga borishi bilan ko'zi Mekning xonasining eshigiga tushdi. Eshik ochiq, Mek yo'q. Abir o'zicha kelib divanga o'tirdi. Akasini ko'rib, Mim va Adi oldindan qochib ketishdi. Bo'lmasa, kelib o'qish yo'q, deydi. Malikaxon Abirga kofe berdi. Abir kofe ichar ekan, Tanvirga qo'ng'iroq qildi. "Qayerdasan?" "Tanvir, partiya idorasidaman, aka." "Nima kerak?" "Abir, ishing bo'lmasa, tezda uyga kel." Tanvir qo'rqib so'radi. "Nimadir bo'ldimi, aka?" Abir o'zicha kuldi va dedi: "Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Xola tovuqli pakora tayyorlayapti.
Kel, yeb qol. Tanvir, mayli, kelyapman. Bu so'zlarni eshitmagan bo'lsa-da, Abirning kulish ovozi oqish xonasida o'tirgan 18 yoshli qizning quloqiga aniq yetib bordi. Yuragi shu zahoti titrab ketdi, og'ziga og'zi so'radi. Abir aka kulayaptimi? U uyga qaytdimi? Shu zahoti ertalabki voqea esiga tushdi. Yuzi qorayib, oqishni takrorlashga berilib ketdi. Tanvir 5-7 daqiqa bo'ldi qaytgan. Tozalanib pastga tushdi. Bu vaqtda tovuqli pakora oldiga keldi. Muzlatgichdan chiqarib pishirish vaqt talab qilishini hamma biladi. Shuning uchun Abir sabr bilan o'tirib telefon kuzatar edi. Ikki aka o'zaro suhbatlashib pakora yeyishdi. Bu orada Mek xususiy o'qituvchisini kutyapti. 40 daqiqa kechikdi. Hali kelmadi, nima qilishini bilmaydi. Biroz o'qiydi, biroz bema'ni o'ylaydi, yana o'qiydi. Tanvir to'satdan chaqirdi. Mek, bu yoqqa kel. Mek akaning chaqiruvini eshitib biroz titrab ketdi. Keyin o'qish xonasining eshigida turib qoldi. U och pushti rangdagi ko'ylak kiygan, boshida ro'mol, butun tanasi ro'mol bilan qoplangan. Mek juda nozik ko'rinardi. Abir hali ham og'zicha kulayotgan edi. Tanvir aka va Abir aka o'zaro hazillashardi. Mek eshikda turib Abir akaning kulishiga mahliyo bo'lib qoldi. 3 kun ichida bu odamni buncha quvnoq ko'rmagan edi. Har doim jiddiy edi. Motosikl sotib olgan kuni bir oz kulib gapirishga urinmaganmi? O'sha tabassumda Mek ko'ngil qo'ygan edi. Bugungi kulish Mekni yaraladi. Kozini olmoqchi bo'lsa ham ololmaydi. Abirning kozi uzoqdagi eshikda turgan Mekka tushdi. Bir necha soniyadan keyin kulishni to'xtatib, kozini pastga tushirdi. Tanvir shu zahoti dedi. Mek, pakora yeyasanmi? Kel, yeb ket. Mek go'yo katta zarba yegandek bo'ldi. Aka meni ovqatga chaqiryapti. Yillar davomida bunday holat hech qachon bo'lmagan. Tanvir yana chaqirdi. Kel, yeb ket, keyin o'qishga o'tirasan. Mek 2 qadam oldi, nimadir o'ylab jim turib qoldi. Norozi ovozda javob berdi. Sizlar ye, men yemayman. Yana o'qish xonasiga ketdi. Tanvir va Abir boshqa gap qo'shmadi. Ovqat tugagach, Abir o'z xonasiga, Tanvir esa partiya idorasiga yugurdi. Yigilishi bor edi. Aka chaqirgani uchun yigilishni qoldirib kelgan edi. Mek xususiy o'qituvchisini yana 30 daqiqa kutdi. O'qishda och qoldi. Ovqat endigina qilingan, soat hali 8 ham bo'lmagan. Mek ovqatga o'tirdi. Har gal eshikka qarab turdi. O'qituvchi kelsa, o'qishga o'tirishi kerak. Ovqat tugadi, lekin o'qituvchi kelmadi. Shuning uchun Mek kitob daftarlarini olib yuqoriga chiqdi va onasiga dedi: "O'qituvchi kelsa, xabar qil." Kechki soat 9 da hamma ovqatga o'tirdi. Tanvir ham yigilishni tugatib uyga qaytgan edi. Ovqat stolida hamma bor, lekin Mekdan darak yo'q. Tanvir xoladan so'radi. Mek ovqat yemaydimi? Xola tabiiy javob berdi. U kechqurun ovqatlanib yuqoriga ketdi, och qolganini aytgan. Hech kimning og'zida ko'p gap yo'q. Abir qandaydir zo'rga ozroq ovqatlanib xonasiga ketdi. Kecha uxlamagan edi. Kun bo'yi charchoqdan uyqusi kelayotgan edi. Shuning uchun xonasiga borib yotdi. Bu orada Mek o'qiyapti va vaqti bilan lablarini burishtirib yiglayapti. Yana o'zini tasalli qilmoqda. Qanday bo'lmasin, imtihondan o'tish kerak. Norozi ohangda o'ziga o'zi aytdi. Uzoqdagi universitet bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu uydan uzoqqa ketaman. Aka, Abir aka meni topolmaydi. Qanday qilib kaltaklaydi yoki meni sozlaydi? To'satdan onasi haqida o'ylab, yiglab yubordi. Onasiz qanday yashayman? Davomi bor. Tomoshabinlar uchun savollar. Abirning Mekka sochlarini ochiq qoldirmaslikni buyurishi. Bu uning qayg'urishi yoki haddan oshgan qattiqqonligi. Mekning Abirga nisbatan his-tuyg'ulari. U haqiqatan ham Abirdan nafratlanadimi yoki bu his-tuyg'ular yana qaytadimi? Sizningcha Abirning Tanvirga bo'lgan munosabati bu birodarlik sevgisimi yoki nazoratmi? Agar keyingi qismni eshitishni xohlasangiz, izohlarda bizga xabar bering. Bunday hikoyalardan ko'proq foydalanish uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha bell tugmasini bosing.